Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Iltimos, videorolikimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sherali qorong'u tushdi deguncha ichi qizib, xaltacha qidirishga tushib qolar, Sokinaning oldiga qatnardi. Biroq savil, qolgur, ishi yurishay demasdi. Erimga nima bo'ldi o'zi? deya Xosiyat hayron, folbin desa sakrab tushadigan odam oyog'ini qo'liga olib yugurgilab qoldi. Ta'sirini sezayotgandir-da. Sokina folbin esa Sheralining ikki qo'lini oldinga cho'zdirib, salom qildirishdan charchamas. Mijozi tik turgan joyida qattiqroq chayqala boshlasa, farishtalarim ichingizga kirib olgan, jinlarni haydab chiqaryapti deya vahima solardi. Qatnayotganining 3-kuni Sherali odatdagidek ko'zlarini yumib, qo'llarini oldinga cho'zgancha tik turarkan, beixtiyor munkib ketdi. Muvozanatini saqlolmay yuz tuban yiqildi. Ko'zlarini ochganda Sokinaning ustida yotardi. Sherali oldiniga xijolat tortib turib ketmoqchi bo'ldi. Biroq bo'yniga charmashgan ayolning qo'llari uni arqonlab qo'ygandi. "Oh" derdi. Sokina ko'zlarini yumgan ko'yi Sheralining bo'ynidan, ko'kragidan qayta-qayta hidlab, "Qanday yaxshi. Shu paytgacha qayerda edingiz? Mulla aka, qayerda edingiz?" Erkak bo'lib begona xotinga qo'lini tekkizib ko'rmagan Sherali nima qilarini bilmas. Turay desa ilon tanasidek muloyim qo'llari bo'yniga chirmashgan, iyagiga tiralib turgan Sokinaning ko'kraklariga ohangrabodek o'ziga tortardi. Oxiri chiday olmadi. Sherali ayolni mahkam quchoqlab, telbalarcha duch kelgan joyidan o'pa boshladi. "Endi siz mening qo'limga aylandingiz", dedi Sokina ancha vaqt bir-birlarini yalab-yulqab yotishgach. "Rozimisiz?" "Jonimni so'rang, jonimni." Uning mayin sochlaridan siladi Sherali. "Faqat menga ayting, eringiz bormi yo yo'qmi? Juda ham bilgingiz kelyaptimi?" "Ha, endi so'radim-da." "Yaxshi, erim bor, ammo u sizday barno yigitmas, juda landovur. Og'zidagi oshini ham oldirib, multirab o'tiraveradiganlar xilidan. Keyin qolganini aytishga uyalaman. Xullas ko'nglim to'lmaydi undan. Tushuntira oldimmi?" "Ha", dedi Sherali. "Tushundim. Endi-chi, mulla aka, ishingiz masalasida." Xo'sh, Sherali hushyor tortib Sokinani qattiqroq quchdi. "Hozircha men bilan birga ishlab tursangiz." "Qanaqasiga? Nima ish qilaman?" "Hovlida odamlarga kiring-chiqing qilib turasiz. Shu bahona birga bo'lganimdan ko'rgan bilgan gumonsiramaydi. U yoqda xotiningiz ham shubhaga bormaydi." Sheralining o'zi ham endi Sokinaning etagiga o'rlashganidan kayfi chog' edi. Bu gap unga juda ma'qul tushdi. "Bo'pti, men roziman." Sherali endi folbinga zir qatnab turgan ayollardan tortinmay qo'ydi. Hovliga bemalol chiqib Sokina tayinlagandek rasm rusumida mijozlarni ichkariga boshlaydi. Kechqurunlari 3-4 soat folbinning quchog'ida ishrat qiladi. Uzukun u ana shu huzurli lahzalarni kutib yashar, maishat obi-tobiga yetsin deya Sokina kunduzi bir shisha aroq ham olib keltirib qo'yardi. "Bey xotin, qo'llaring panshahada, nega oyoqlaring buncha beo'xshov?" so'rab qoldi tun yarmida shirakayf bo'lib. Folbinning yonidan qaytgan Sherali go'dagini allalab uxlayotgan Xosiyatga ko'zi chaqchayib tikilib, "Nima?" Xosiyat yalt etib eriga o'girildi. "Nima dedingiz?" "Nega beo'xshovsan deyapman, g'alcha", takrorlardi er. Cho'ntagidan Sokina bergan bir dasta pulni chiqarib ko'z-ko'z qilar ekan. "Bu nima deganingiz, dadasi? Shuncha yashab qanaqaligimni bilmaganmidingiz?" "Ha, bilmagan ekanman", ko'zini lo'q qildi Sherali. "Dunyoda-chi shunaqa ayollar bor. Ularga qarasang ko'zing yayraydi. Senchi bo'lasanmi mundoq uyoq bu yog'ingga qarab yursang?" "Hali shunaqami?" O'rnidan turib ketdi Xosiyat. "Men beo'xshov bo'ldimmi? Bo'pti. Istasangiz o'sha ko'zingiz yaraydiganini topib olavering. Faqatchi..." Xosiyat uxlab qolgan qizchasini qo'liga ilkiz ko'tarib oldi-da, narigi xonaga yo'naldi. "Faqat meni kamsitmang." Sahar mardonda shoshilinch chiqib ketayotgan erining ortidan yotsirab qarab qolgan Xosiyatni o'y bosdi. Tag'in o'sha folbin yo'ldan urgan bo'lmasin. Ja sulovmikan-a? Tuppa-tuzuk erim birdan aynidi qo'ydi. Voy tavba, odam ham shuncha tez o'zgaradimi? Yo'q, shoshmay tursin hali. Buning tagiga yetmay qo'ymayman. Men o'la qolay, uni folbinga jo'natmay. Ish qilib bir baloni boshlamagan bo'lsin Xudoyim. Kech kirgan pallada ham yuragini shubha gumonlar tark etmagan Xosiyat shom mahali bolalarni yetaklab yo'lga tushdi. Alamli o'y hayollarga berilib, 3 bolani yetaklagancha bir pasda qo'rg'onchaga yetib keldi va o'zi taxmin qilgan darvozaga yuzlandi. Darvoza qulf edi. Tomaqani aylanib o'tib hovliga kirib bormoqchi bo'ldi. Xosiyat hovliga kirganida uy chiroqlari o'chirilgan. Tiq etgan tovush eshitilmasdi. Qayoqqa gumdon bo'ldi bular? Hayron bo'ldi u. Biror yoqqa ketib qolishdimi yo? U yaqin borib, uy eshigini taqillata boshladi. Sado yo'q. Jahlga mingan Xosiyat eshikni oyoq bilan tepa boshladi. Shundan keyingina ichkaridan erkak va ayolning shivir-shiviri eshitildi. "Hoy, ochaveringlar!" Erining ovozini tanigan Xosiyat beixtiyor yig'lamsirab baqirdi. "Qo'rqmanglar, dodlamayman. Faqat osalaring bo'ldi."
Oradan 2-3 daqiqa o'tib uy chirog'i yondi va bo'sag'ada Sherali ko'rindi. Ha, nima qilib yuribsan? Tun yarmida. Tinchlikmi? Oching eshikni. Nimaga qaqqayib turibsiz? Sherali eshik zulfini sug'urdi. Ichkariga bolalarni yetaklab bostirib kirgan Xosiyat ko'z yugurtirib folbinni qidira boshladi. "Qani u?" so'radi erining qo'liga qizchasini tutqazib. "Qayerga berkitib qo'ydingiz oyimchangizni?" "Qanaqa oyimcha? Nimalar deyapsan?" Shu orada ichkari xona eshigi ohista ochilib, ich ko'ylakda Sokina paydo bo'ldi. "Keling singil." Hech narsa bo'lmagandek Xosiyatga so'z qotdi u. "Xush xizmat." "Nima?" Xosiyat kaftini manglayiga bosgancha ortga tislandi. "Hali sen. Voy sho'rim. Voy men o'lib qo'ya qolay. Qanday sharmandalik. Yo'q, qo'rqmanglar, baqirmayman." Xosiyat sen noto'g'ri tushunmaginda, uni yupatmoqchi bo'ldi Sherali. "Yaqinlashma menga." Ko'z yoshlari yuzini yuvib tushayotgan Xosiyat ovozini ko'tardi. "Bolam bor deb ham ortimdan izlab borib yurmagin. Bo'ldi, yetar. Jazoingni Xudo bersin." "Hoy xotin, qayoqqa?" Qizchasini mahkam bag'riga bosgancha tashqariga otilgan Xosiyatning ortidan baqirdi Sherali. "To'xtasang-chi." Sherali uning ortidan bormadi. Nimadir xalal berdi. Yuragi g'ashlanib ichkariga qaytib kirganida ne ko'z bilan ko'rsinki, boyagina ich ko'ylakda oppoq badanlarini ko'z-ko'z qilgan Sokina allaqachon kiyinib qo'lida katta sumka bilan uchishga shay qushday bo'lib turardi. "Mana endi tez ketmasam bo'lmaydi bu yerdan", dedi u istehzoli tirjayib, tag'in gap so'zga qolib yurmay. "Nima? Men-chi? Men nima qilaman endi? Bilmasam, sizga qiyin bo'ladi. Xotiningiz endi qaytmaydi-yov." Bu uning Sokinadan eshitgan so'nggi gapi bo'ldi. Sherali ancha vaqt turgan joyida toshday qotdi. U bosinqirab, tush ko'rib, cho'chib uyg'ongan odamdek qaraxt edi. "Nima qilib qo'ydim? Nega bunday qildim? Nega folbinga ilakishdim? Nega? Yo'q, meni o'sha yaramas folbin yo'ldan urdi. Hozir o'ldiraman uni, o'ldiraman. Bolalarim qani, bolalarim?" Sherali jon holatda chopib chiqqanda ko'chada folbinning arvohi ham ko'rinmasdi. Bu voqeadan 20 yilcha o'tib, yaqinda qishloqqa borsam, ariq bo'yida soqollari o'sib, patak bo'lib ketgan qoq suyak bir erkakka ko'zim tushdi. Avvaliga hayron bo'ldim. Bizning qishloqda bunaqa piyonistalar uchramasdi-ku. Yaqinroq borib yuziga qaradim. Yo alhazar, bu o'sha Sheralining o'zi edi. U miq etmay ko'zi bilan yer chizib o'tirar, oyog'i tagida bir ikkita qog'oz pul tashlab qo'yilgan eski duppi. Duppining yonida yarmi ichilgan vino shishasi. Qo'ni-qo'shnilardan so'rab surishtirsam, Xosiyatni uyga qaytarib olib kela olmagach, Sherali ichkilikka mukkasidan ketibdi. Oqibatda hovlisini ham arzon garovga sotibdi. Aroqning kasridanmi, aqli hushi ham joyida emas deyishadi.